Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, dehqon aka-uka, opa-singillar. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videomiz oldin chiqargan Dakara nomli eksportbop qovunlar haqida, qovunlarni ekilish haqida biz sizlar bilan gaplashgandik. Mana bugun dalamizga keldik, yana o'sha dalamizga. Keyingi va'da berganimizdek barcha jarayonlarni tushirib boramiz deb sizlarga aytgandik, va'da bergandik. Mana shu qovun dalamizda, mana ko'rib turganlaringizdek, mana shu yerda 3 gektar Dakara, 1 gektar aeroport qovunlari ekilgandi. Mana shuni hozir sizlarga nima ishlar qilindi hozirgacha, mana shu haqida suhbatlashamiz azizlar. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va qo'llab-quvvatlab like tugmasini bosib qo'ysangiz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Albatta videomizni davom ettiramiz. Qani do'stlar, hozir mana bir boshidan qovunlarimizni ko'rsatib chiqamiz. Mana do'stlar, xuddi mana shunday qilib hamma joyini mana e'tibor berib qarasalaringiz teshib chiqilgan havo berish jarayoni. Hozir bizda shamol. Mana shunday ajoyib ko'chatlarimiz juda ham yaxshi rivojlanib boshladi qovun ko'chatlarimiz. Mana do'stlar, plyonkalarımizga e'tibor berib qarasalaringiz mana har joydan teshib chiqilgan. Bu esa kunlarimizning issiq bo'lib ketganligi evaziga mana shunday plyonkalarni teshib tarvuz qovunlarimizga havo berish jarayoni ketyapti hozir. Mana aka do'stlar, oldinga kelib ekkan vaqtdagiga qaraganda ancha rivojlanishlari yaxshi do'stlar. Do'stlar, mana shu qovunlarimiz 8-mart sanasi 2025-yilda ekilgan. Mana bugungi sanamiz 31-mart. Mana oradan 22-23 kun o'tibdi. Qovunlarimizning holati mana aka. Mana e'tibor berib qarasangiz, gul berib qolgan o'zi qovunlarimiz juda ham yaxshi rivojlanib boshlagan. Mana eng yaxshi ko'chatlarimiz. Mana e'tibor berib qarasangiz, mana 22-23 kunda mana shu holatga keldi. Bu nimani evaziga? Bu mana shunday 2 qavatli plyonka qilib ekilgan. Mana birinchi qavati, mana bu esa ikkinchi qavati. Shuni evaziga mana shunday holatga kelgan. Issiqlikning evaziga mana shunday holatga kelgan. Hozir bunga hech qanaqangi dori, ximikatlar berilmagan, faqatgina mana shu tagiga biohumus solib ekkan. Mana shu holatda turibdi hozir do'stlar. Aziz do'stlar, mana hozir yana ichkaridan to'liqroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana qovunlarimiz mana shunday holatda turibdi. Juda ham ajoyib. Rivojlanishlar juda yaxshi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday qovun ko'chatlarimiz mana shu darajaga kelib yetdi. Bunga 1-2 kundan keyin endi dorilarni berish boshlanadi va qanday qilib dori berayotganlarini ham sizlarga video qilib ko'rsatib beramiz. Kanalimizdan yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni hech qachon unutmangizlar do'stlar. Qovun ko'chatlarimizning umumiy ko'rinishi mana ichkaridan ko'rsatyapmiz. Mana shunday qovun ko'chatlarimiz yetilishi juda ham yaxshi rivojlanyapti. Mana ekilganiga 22-23 kun bo'lgan qovun palaklarimiz mana bular. Dakara nomli qovun. Xudo xolosa bunga hech qanaqangi ximikat dori berilmagan, faqatgina ekishdan oldin chuqurchasiga biohumus solingan edi. Mana ko'rib turibsizlar, holatini juda ham yaxshi. Mana ajoyib qovun ko'chatlarimiz ajoyib shaklda bo'lib turibdi do'stlar. Mana biohumusda albatta effekti juda yaxshi bo'ladi. Mana endi erta-indin 1-2 kun ichida mana shu qovun palaklarimizga karbamid matchavina dorisini solishar ekan. Albatta
Buni videosini ham sizlarga qo'yib beramiz do'stlar. Mana qovun dalamizning umumiy ko'rinishi. Mana shu yerga qovun ko'chatlari ekilgan. Mana shunday qilib havo berish jarayoni ketyapti. 23-22 kecha ochgan ekan bularda. Mana shunday terlab ketgandan keyin parnikdachi qovunlarni ochib chiqqan. Tarvuzlarda esa boshqacharoq bo'lar edi. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Qovun palaklarimiz juda ham ajoyib. Mana e'tibor berib qarasalaringiz, yerlarimizda ozroq sho'ram bor. Mana qumli joy, qumoq joy. Unday shirali tuproq emas. Mana shu yerda dehqonlarimiz ajoyib qilib dehqonchilik qilib elimizni dasturxonini to'kin sochin qilishda o'z hissalarini qo'shmoqda. Bundan tashqari eksport ham qilib davlatimizga keltirmoqda. Mana do'stlar, mana shunday dalamizda qovunlar yetishtirilyapti. Videomizni albatta kuzatib boring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz, biz bundan keyingi videolarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, keyingi videomiz mana shu dalaga dori berish haqida bo'ladi. Aziz do'stlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.